Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlarga daromadlarni maksimallashtirish, xarajatlarni minimallashtirish to'g'risida 3 ta texnikani o'rgatmoqchiman. Bu texnika sizga butun umr asqotadi. Shu sababdan videoni oxirigacha tomosha qiling. Birinchi usulimiz bu tovar moddiy zaxiralarini ro'yxatga olishda avval kelganini avval sotish, keyin kelganini keyin sotishga qaratilgan. Misol uchun farmatsevtika, kosmetika, oziq-ovqat mahsulotlari sotuvida bu narsalar juda ham katta ahamiyatga ega. Ikkinchisi bu tovarlar analizi. Bizning mamlakatimizda juda ham kam amalga oshiriladi bu usul. Odatda ana o'sha tovarlaringizni hisobga oladigan deylik programmada siz qaysi tovarlaringiz ko'p sotilayotgan, qaysi tovarlaringiz kam sotilayotgan, qaysi tovarlaringiz tugab boryapti, uni o'rnini tezda to'ldirib olib qolishingiz mumkin bo'lgan daromadga ega bo'lasiz. Agar u tovarni siz olib kelib qo'ymasangiz, unda sizning mijozingiz o'sha tovarni topa olmasdan boshqa tovarga yoki boshqa do'konga almashishga to'g'ri kelib qoladi. Uchinchisi bu yana time management. Time management orqali ham katta mablag'ni iqtisod qilib qolishingiz mumkin. Chunki siz xodimlarga har bir vazifasi uchun iloji boricha vaqt belgilab bersangiz va o'sha vaqt tugagandan keyin ular hisobot shaklida topshiradigan bo'lsa, birinchidan siz ularga keyingi vazifani topshirishingiz mumkin. Shu bilan siz deylikki ma'lum kun yoki ma'lum vaqtda bir emas, bir nechta ishni amalga oshirishi orqali xodimlaringizdan effektiv, ya'ni samarador foydalanib, o'z daromadingizni shu holatda oshirishingiz mumkin. Har qanday xarajatni minimallashtirishga qaratilgan yo'l daromadni maksimallashtiradi.